Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu galgi videoda Qoptobola nomi bilan tanilgan Quyonchi akamizning fermalariga sayohat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Noyob quyonlar va ular necha pul turishi haqida bilib olamiz. Assalomu alaykum Dilnur aka. Va alaykum assalom. Shinamgina fermerga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizlarga. Yaxshi keldinglar. Rahmat. Biz obunachilarimiz uchun sizga quyonchilik bo'yicha har xil savollar beramiz. Vaqtingizni olamiz, rozi bo'lasiz. Qo'ldan kelgancha, bilganimcha ma'lumotlarni beraman mana. Biz ham sekin savollarni boshlaymiz. Hop. Dilnur aka, quyonchilikni boshlaganingizga qancha bo'ldi? Quyonchilikni o'zi aslida ancha yil oldin boshlagan edim. Endi joyim ham boshqa joyda qulaylikroq, yo'qroq edi. Ozgina yozda qiynalib, pateralar ko'proq bo'lib, keyin xo'sh o'lib qolib yig'ishtirib qo'ydim to'g'risi. Ancha-muncha quyon nobud bo'lib qoldi. Sharoit qilib bermadim o'zim ham. Chiroyli qilib, mana endi bu yil boshidan boshladim. Mana 2025-yil boshidan boshladim. Sharoit qilib, illa qilib, hammasini chiroyli qilib boshladim endi, xudo xolisa. Quyonxonaga kirganimda, quyonlaringizni ko'rib chiqdim-da. Orasida bir dona ham oddiy quyon yo'q ekan. Hammasi naslli, zotli quyon ekan. Shu zotlar haqida bir ma'lumot bera olasizmi? Qanaqa zotli quyonlaringiz bor? Har xil quyonlar bo'ldi. Aslida o'zi mo'ljal, niyat, tikka quloq, xatut boqish edi. Endi bir-biridan chiroyligi uchun ko'payib ketdi xillari ham. Misol uchun xatut baram bor, mana pandalarim bor, misol uchun germinillar bor. Har xil parodali ko'paytirib yubordim. Mana ishqibozchilik, ya'ni ko'rgandan keyin xavos kelib, mana shunaqa hozir har xil parodali quyonlar bo'lib ketgan hozir. Sizda demak dekorativ yo'nalishdagi quyonlar ekanda. Shunaqa. Mana shu quyoningiz chiroyli ekan. Shuni alohida bu yoqqa olib ko'rsatsak quyonchilarga nima deysiz? Qilamiz. Ko'ramiz bu yoqda. Mashalloh, hurmatli obunachilar, bu quyonni parodasi karlik xatot ekan. Shu dekorativniy quyon. Bu necha yoshda hozir yoki oy? Bu 2,5 yoshga kirdi bu quyonimiz. Eng katta bo'lgani shu, to'g'rimi? Ha, eng katta bo'lgani shu hozir. Ko'rsatmasin, juda chiroyli quyon ekan. Xuddi ko'ziga kimdir chizib qo'yganga o'xshaydi. O'zi mana shunaqa yo'nalishga men ishqiboz bo'ldim. Nima shu ko'ziga ishqiboz bo'ldim deb. Shu yo'nalishni tanladim. Yana qo'shimcha quyonlarim ko'payib ketdi-da. Endi baribir bir-biridan chiroyli quyonlar bor-ku baribir. To'g'ri. Ko'paytirib yubordim shunaqa har xil bo'lib ketdi quyonlarim. Ko'z tegmasin, buni qulog'ini qaranglar, kichkinaligini. Mashalloh. O'zi ham kichkina ekan. Uni bolalari undan ham chiroyli bo'lsa kerak. Ha, bolalari undan ham chiroyli, bolalari ham bor. Hozir bolalarini ham ko'rsatamiz. Shu. Ta'zala qilmagan. Ko'z tegmasin, buni qaranglar, kichkinta. Bu hozir quyon bolasi necha kunlik? 20 kunlik bo'lib qoldi bu hozir. Sekin ovqatga o'tgan-a? Endi qo'shilyapti onasiga ovqat yeyish. Necha kunlik bo'lganda sotuvga chiqaramiz bularni? 35 kun, 40 kunlikda to'liq ovqatga tushib oladi, o'shanda sotuvga chiqazamiz. Sir bo'lmasa, quyonchilik boshlaganingizdan beri hech ko'paytirib daromadga kirdingizmi? Ko'paytirib daromadga sekin kiryapman. Mana bundan oldin bolalarni sotdim misol uchun. Yana 3-4 ta gnezdolar bor. Sal kattaroq qilib sotish xudo xolisa sotib turibmiz. Dilnur aka, quyon boqishingizga nima sabab bo'ldi? Bu sizni asosiy daromad manbaingizmi yoki hobbi sifatida qaraysizmi bunga? Birinchi boshlashimga farzandlarim sababchi bo'lgan. U ancha yil oldin shu birinchi boqqanimda shu bir par quyon olib kelib berib, shundan keyin internetlarda ko'rib, har xil quyonlar borligini ko'rib, ishqiboz bo'lib qoldim. Deb u paytda boqib, keyin bir yig'ishtirib yubordim orada ancha yil. 4 yilchami 3 yilcha boqmadim. Keyin yana kichkina farzandim qo'ymadi olib kelib bering deb, shu bilan yana boshlandi endi kasallik. Men o'zi jonzotlarga ishqibozman. Ancha jonzotlar boqqanman, anaqa qilganman. Shu quyonga kelib to'xtadim yana-da. Shu bilan sharoit qilib berib, mana chiroyli quyonlarni yig'ib qo'yganman. Shu holatga kelguncha nima qiyinchiliklardan o'tdingiz? Bu holatga kelguncha qiyinchilik to'g'risi unaqa bo'lmadi-yu, sal yozda sal ozgina. Ammo ob-havoni hisobiga bo'lishi mumkin. Hammasi yaxshi, chiroyli. Endi bu menga hobbi-da, bu meni hobbiyim.
o'zi biznes yo'nalishida tanlamagan edim buni. Hozir endi biznes yo'nalishga aylanyapti mana. Mana ishqibozlar chiqib telefon qilib sotiladimi deb so'rashyapti, sotyapmiz. O'zi yo'nalishim boshqa yo'nalish. Agar bizani ham obunachilarga yoqib qolsa, masalan, quyonlaringiz sotuvda bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa bo'ladimi? Aloqaga chiqsa qilib beraveramiz. Chiroyli quyonlar bor. Mana bulardan bor yana. Bundan kattaroq qolib ovqatlarga tushganlari bor, misol uchun. Ishqibozlar bo'lsa sotveramiz. Nomerlarini opsiyanada yoki kommentariyada qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, chiroyli narsalarni qilib berar ekanlar. Dilnur aka, bu yerda ham neobычный kaltagina quyoningiz bor ekan. Shuni ham bitta ko'raylik, mayli? Mayli. Bu quyonim tuqqan hozir bola boqyapti hozir. 4 ta bolasi bor. Bir-biridan chiroyli bolalar bergan. Ko'rsak bo'ladimi ularni ham? Mayli, ko'ramiz. Mana bu bolalarida, mana shu bolalarni chiroyli bergan. Bular ham neobычный. Mana ko'rishinglar mumkin. Ular hali ko'zi ochilmagan ekan-a? Yo'q, hali ko'zi ochilmadi. Mana bir-biridan shira. Dilnur aka, shu joyda savol tug'ilyapti-da. Onasi qop-qora ekan, lekin bolalar rangli chiqibdi. Sababi nimadan? Sababi otasi xato tikka qiladi. Mana otasi. Shu mittivoy ekanda. Shuni bolalari xudo xolasa. Shundan chiqqan bolalar. Bir-biridan chiroyli neobычный bergan bu. Ko'z tegmasin Dilnur aka. Unda bu bolachalarni bezovta qilmaymiz-da. Boshqa quyonlaringizga ham o'tamiz. Hurmatli obunachilar, bu yoqda internetda mana mashhur bo'lgan sariq olmaxonga o'xshagan quyonlar ham bor ekan. Hozir buni ham olib ko'rsatib beramiz. Hurmatli quyon ishqibozlari, bu quyonimizning parodasi Karlik Niderlandskiy deyilar ekan. Rangi tilla rang. Quyonchilar tilida gold deyiladi. Bu hozir O'zbekistonda noyob quyonlardan kam sanoqli. Buni endi ko'paytirishni boshlabdilar. Xudo xolasa ko'paysa, bemalol aloqaga chiqsanglar, sotuvga chiqarganlarida chiroyli narxlarda qilib beradilar. Dilnur aka, sir bo'lmasa bu parodani qanchaga oldingiz va kimdan oldingiz? Bu quyonni hozir bir par oldim. Yoqib qoldi o'zimga ham bittagina, bu ham tikka quloqligi uchun. Sir emas u. Parasini $500 baraka qilib olib keldim-da. Barakasini bersin. Aka, men bu quyoningizni ham ko'rib qoldim-da. Noyob quyon ekan. Buni ham olib bitta ko'rsataylik. Mana gallan bu oq qora erkalab panda deb chaqiramiz. Mana bu yoqqa olib ko'ramiz mana. Bu quyon qattiq quyonni shundoq aka? Bu quyon Gollandiyadan chiqqan deb quyonimiz. O'sha oq qora quyon chiroyli anaqalarga maskalari, sharplari tushadi. Toza qoldidan bu. Demak, bu quyonni belgilari mana shu belidagi chizig'i, yuzidagi maskalardan bilib olsak bo'lar ekan. Shunaqalar bilan tekis kelganlari shu chiroyli toza qon deb aytib aniq qilishadi, sotishadi. To'g'risi, tekis kelgan hammasi. Haqiqatda panda oyog'iga o'xshagan va chiroyli quyon ekan. Go'dasi ham, tana tuzilishi ham ayiqqa o'xshab ishib turar ekan. Juda chiroyli quyon ekan. Ko'z tegmasin. Bu parodani faqat mana shunaqa rangi bo'ladimi yoki boshqacha ranglari ham bormi? Har xil ranglari bor. Gavana, gold. 5-6 xil ranglarda bor. Menga shu yo'nalish bo'yicha ranglar yoqqani uchun buni ko'paytirdim. Savdoga ham chiqardim. Foyda ham qildim. Hozir ikkita quyonimiz bor, ona quyonimiz. Shu ikkalasidan bolla olib sotuvda sotilib ketdi hozir. Barakasini bersin. Haqiqatda o'zi chiroyli quyon ekan. Hozir faqat tikka quloq quyonlarimni ko'rsatdim. Mana endi shalpon quyonlarim ham bor mana. Multfilmdagi Peter o'rtoq ekanda, shalpon quloq. Minilo deyishadi buni. Bu parodani eng katta bo'lgani shumi? Eng katta bo'lgani shu bu. Hozir necha yoshda bu? Bu 1,5 yoshda hozir. 1,5 yoshda eng katta bo'lgani shu ekan bu parodani. Oke, sizda faqat shunaqa turi bormi yoki boshqa ranglari ham bormi? Yo'q, bu shalpon quloqdan yana 2-3 ta xili bor. Ularni ham sekin ko'ramiz. Ko'ramiz. Mana bu yoqda ham quyonlarimiz bor. Qizil ko'z. Bu ham 2,5 oylik bo'ldi. Bu ham ko'zi bilan ajralib turadi. Noyob quyonlardan. 2,5 oylik bo'ldi hozir bular. Mana bu yoqda ham quyonlarimiz bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana. Bular ham xatot, baran.
Bu ham ko'zi bilan ajralib turadi. Bu ham juda chiroyli. O'ziga o'xshab noyob quyonlardan bu ham. Aka, mana shu qafasingiz sizga qanchaga tushdi? Bu tomondan qurilgan qafaslarimiz ko'rim idish, suv idishlar bilan 10 million so'mga tushdi-da. Bu yerga kelib tushishi bilan. Bu qafasingiz 10 millionga tushibdi. Bu qafaslaringiz qanchaga tushgan? Bu qafasingiz dizayni boshqacharoq ekan. Bu qafasimim почти shu bilan bir xil narxi. Men endi laklatganim hisobiga qimmatroq aylandi. Yangi boshlayotganlar bu narxlardan arzonroqqa qafas qilsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Uni laklatmasdan mana o'zim taxtada o'zligi yasashsa ham bo'ladi. Men birinchi quyonxonamda o'zim yasaganman. Ha. Uni ham sharoit qilib yasaganman, lekin tortmali bo'lmagan. Hozirgi paytda hamma o'zi uchun qulaylik qilib tortmali qildiryapti-da. Bu paytda tortmali bo'lmagan. Hozirgilarda ham ko'pchilikda tortmasi yo'q. Endi men ishdan keyin kechroq kelganim uchun qulayroq bo'lsin tozalashimga deb o'zimga sal komfortroq qilganman. Dilnur aka, yangi boshlayotgan quyonchilarga nima maslahat berasiz? Yangi boshlayotganlarga birinchi oddiy quyondan boshlashganni tavsiya qilaman men aslida. Ozgina ma'lumot ega bo'lib, keyin qanaqa yo'nalishda boqishi bilib, o'sha parodaliklar mehr talab hammasi o'ziga yarasha mehnati bor. Baribir hobbi bo'lgani bilan baribir vaqt ajratish kerak bunga ham-da. Ularga mehr berish kerak vaqtida ovqatiga, misol uchun o'ziga yarasha vitaminlari bor, har xil shamollashlarga qarshi, chumalarga qarshi misol shularni qilish kerak. O'sha oddiydan sekin yetab chiqsa juda malakali ham oshadi, o'ziga ham opitniy bo'lib borishadi-da. O'shanda yo'qotish ham kam bo'ladi-da. O'sha nima bo'lyapti quyonimga biladilar. O'sha issiq sovuqni ko'rib oladi-da, to'g'rimi? Keyin sharoit qilib berish kerak. Misol uchun qishda issiqroq joy qilish kerak, yozda salqinroq joy bo'lishi kerak. Ular sharoit bo'lmasa, misol uchun yozda ham ancha patera bo'lib qoladi-da. Mana men shunaqa sinovlardan o'tdim. Endi meni yo'nalishim boshqa bo'lgan, bu hobbi bo'lib boshlanib, mana hozirgi paytda biznesga aylanyapti. To'g'risini aytsam, yana bolalarni sotib biznes qilyapmiz, lekin sharoit qilib berish kerak. Ovqatlarni ham o'sha yeydigan o'zini ovqatlarini, sabzi, olma, beda, o'sha o'zini ko'rimi bor, o'shalarni berib, mehr bilan boqsa, foydaga kirib, mazza qilib boqishadi-da. Dilnur aka, bu quyonxonangizga kichkina summa ketmagan, bilinib turibdi. Bu tikkan pulingizni oqlayaptimi? Bu quyonxonamni o'zim uchun sharoit qilib, chiroyli qilishga harakat qildim. Men tortmalilar qilib, tozalashlarga qulay qilib, to'g'risi pulimni ayamadim. Mana ikki xil yo'nalishda qapas bo'ldi. Sharoit qildim-da bularga chiroyli qilib, o'zimga ham qulaylik qilib. Endi daromadga keladigan bo'lsa, endi xudo xolisa kiryapman daromadga. Ya'ni sotdim. Endi sekin-sekin plyusga o'tyapman. Lekin anchagina rasxod qildim. Lekin quyon boqqandan keyin sharoit ham qilib berish kerak ekan. Boshida boqqanimda to'g'risi oddiyroq xonada oddiyroq boquvdim. Sal qiynaldi quyonlar ham. Keyin odam xohishi ham o'lib qoladi. Unaqa payt. To'g'risi, mablag'ingiz bo'lsa, o'zingizga komfort qilib berish kerak. Quyonlarga ham, o'zingizga ham sharoit qilib, chiroyli qilib. Shunda mazza qilib boqasiz. Mazza qilib boqasiz, keyin plyusga ham kirasiz shunda. Mana o'sha yetab oddiy quyondan, mana boquvchilar oddiy quyondan sekin-sekin boqishni boshlasa, mana o'zini ham o'piti oshadi, qanaqa joyda boqishi, qanaqa joylar qilib berish, misol uchun-da. Shu bilan sekin-sekin daromadga kirib ketadi-da. Tushunarli. Aka, bu yerda ham katta quyonlaringiz ham bor ekan. Shular haqida ham bir ma'lumot berib keting. Bu quyonlarimiz NZB desa, ko'pchilik taniydi buni. Quyonni ko'p ishqibos quyonchilar, eski quyonchilar biladi bu liniyani. Shu NZB liniyada bu. Bu 1 yoshga to'lgandan keyin mягкий yugurishga o'xshab katta bo'lib ketadi. Juda chiroyli quyon bo'lib ketadi. O'sha ishqiboschilikka men ham qo'shib boqaman. Hozir bular necha oylik shunda? Hozir 3 oyligi, 4 oylikda bular hozir. 2 ga 1. Hurmatli obunachilar, bular 4 oylik bo'lsa ham, narigi 1 yoshli dekorativniy quyonlardan 2-3 barobar katta bo'lar ekan. Shu katta bo'lishi bilan ajralib turadi bular. Shu katta mягкий yugurishga o'xshab chiroyli bo'ladi, juda chiroyli bo'ladi bari. Shu hisobiga boqaman mana shu qo'shimchaga. Okey, niyat qildim. Shu parodaga qiziqib yurdim-da internetlarda ko'rib. Lekin kam hozir O'zbekistonda bir par bolasidan qilib berasiz menga. Xudo xolisa ko'paytiringlar, ular yoshiga to'lib
o'zidan ko'paysin, sotuvga chiqazamiz xudo xohlasa. Sizga ham aytaman, Xudo xohlasa men ham boqar ekanman endi. xudo xohlasa. Dilnur aka, fermani yana kelajakda kengaytirish niyati bormi? Ha, niyat bor, kengaytirish niyatim bor. Xudo xohlasa bu alohida joy qilib olib chiqib ketish bu-yerda. Aha. Sharoit qilib, o'zi jonzotlarga ish qilyapman. Endi bitta quyon bo'yicha emasda, boshqa jonzotlarni ham ko'paytirib, joy qilib alohida boqish niyat bor. Dilnur aka, fermangizga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat deb qolaman. Rahmat sizlarga ham vaqtinglarni ajratib kelganinglarga. Rosa xursand bo'ldim kelganinglardan. Xudo xohlasa, yana bir qancha muddatdan keyin kelamiz. Sizdan aniq qancha daromad qilganingizni obunachilarimiz uchun bilib olamiz. Bo'ldi. Xudo xohlasa yana mehmonim bo'lishinglarga xursandman lekin. Biz harakatdan to'xtamaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, mana Dilnur akani fermalarini ko'rdik, noyob quyonlar bilan tanishdik. Agar savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishinglar mumkin. Bizani like va obuna bilan qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Biz hali fermalarga sayohat qilishni davom ettiramiz. Bizani kuzatishda davom eting.